Toshkent xalqaro aeroportidan uzoqlashmaymiz. O'tgan hafta davomida Bolgariya dzyudo bo'yicha o'smirlar o'rtasida tashkil etilgan jahon chempionatiga mezbonlik qildi. Unda ishtirok etib, umumjamoa hisobida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan polvonlarimiz mamlakatimizga qaytib kelishdi. Yurt qahramonlari an'anaga muvofiq vatan ostonasidayoq munosib kutib olindi. Judo bo'yicha jahon chempionatida tarix yaratgan o'smirlarimiz vatanga qaytishdi. Bolgariyaning Sofiya shahrida o'zbek judosi tarixida yangi sahifa ochildi. Yakka tartibdagi bellashuvlarda 5 ta oltin, 2 ta bronza medalini qo'lga kiritgan atletlarimiz aralash jamoaviy bellashuvlarda finalga qadar yetib borib, kumush medal bilan taqdirlanishdi. Terma jamoa a'zolari Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida federatsiya mutasaddilari, judochilarimizni oila a'zolari tomonidan kutib olindi. Yakka tartibdagi jamoaviy bellashuvlarda borib kumush medal bilan taqdirlanish mutasaddilari judochilarimiz shahrida o'zbek judosi tarixida oila a'zolari ushbu chempionatdan 71 davlat vakillari bella olishdi. Oltin medal qo'lga kiritgan judochilarimiz orasida 2 nafar qizlarimiz ham bor. Dilafruz Boltaboyeva, Umida Nig'matova barcha raqiblardan ustun kelishdi. Mutasaddilari judochilar o'zbek judosi tarixida oila ushbu chempionat 71 davlat vakillari bor. Dilafruz Boltaboyeva, Umida Nig'matova judochilarimiz chempionatning so'nggi kunida aralash jamoaviy bahslarda ham finalga qadar yetib borishdi va kumush medalni qo'lga kiritishdi. Endi navbat judo bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi tarkibiga. Ularni Jakartada, Indoneziyada Osiyo chempionati, Peruda jahon bor. Dilafruz Boltaboyeva, Umida Nig'matova barcha raqiblardan ustun kelishdi. Ularda ham qatnashadi. Abdulaziz Qurbonov, Dilshod Husimov, sport.